Xitoy ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sin ko'rinishlarga asoslanganda Xitoy doiralari yana bir turkum yashangan Uyg'ur ayolni majburiy emgakka selish uchun yo'tkigan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini butunlay assimilyatsiya qilib yo'qotish uchun turli o'ydirma ayblashlar bilan xalqni xohlagancha qo'lga olib, turma va yig'ilish lagerlariga qamadi. Shuning bilan birga turma va lagerlardan qo'yib berilgan Uyg'urlarni 5-chi emgak kuchi nomida Xitoy o'lkalariga majburiy emgakka selish uchun avatdi. Ularning o'rniga Xitoylarni Sharqiy Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirdi. Xotin vokzalida tartilgan bu sin ko'rinishi Xitoyning yana bir qism kishini majburiy emgakka selish uchun yurtlarining surgun qilinganligini ko'rsatdi. Qayerdan tartilganligi aniq bo'lmagan yana bir sin ko'rinishida o'rta yosh va yashangan ayollardan tarkib topgan bir to'p kishining yuktoqlarini ko'tarib uzun safarga tayyorlanayotganligi ko'rsatilgan. Ularning chiroyidan solg'inlik va ilojsizlik ifodalari ko'rinib turadi. Amerika Davlat Majlisi Avam Palatasining a'zolaridan Andeleven va Jim Makrovin boshchiligidagi 100 dan ortiq Davlat Majlisi a'zolari Uyg'urlar va Tibetlar haqidagi birlashma maktubga imzo qo'ydi. Mazkur kollektiv maktub Amerika hukumatining Chengdu shahridagi konsulxonasining taqilishi munosabati bilan yozilgan bo'lib, kollektiv imzo qo'yishdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning ishxonasiga avatildi. Andy Levin apandining torbitidan ma'lum bo'lishicha, mazkur birlashma maktubda Amerikaning Chengdudagi konsulxonasining taqilishi tufaylidan Tibet va Sharqiy Turkistondagi siyosiy va ijtimoiy vaziyatni kuzatish mexanizmi og'ir buzg'unchilikqa uchraganligi, buning bilan Uyg'ur diyori va Tibetga doir uchurlarni to'plashdagi eng muhim diplomatik qal'aning o'z funksiyasini yo'qotib qo'yganligi, buning bilan kishilik haqlari og'ir darajada dafsandichilikka uchrayotgan Uyg'urlar va Tibetlarning buningdan keyingi ahvolidan xabardor bo'lishining imkoni qolmaganligi alohida ta'kidlangan. Juma kuni o'nlagan namoyishchi Londondagi Xitoy elchixonasining sirtiga yig'ilib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish va irqiy qirg'inchilikni aybladi. O'xshamagan davlatlardan kelgan 80 dak xalqarалық o'quvchi Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmon o'quvchilar uchirgan ziyonkashlikka norozilik bildirdi. Namoyishchilar milliy tozalashni to'xtat deb to'lab, irqiy qirg'inchilik va Uyg'ur hayoti qimmatlik degan shiorlarni ko'tardi. Irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlarning hayoti muhim degan shiorlar yozilgan lozunkalarni ko'targan namoyishchilar Xitoyning qirg'inchiligiga qarshi shiorlarni to'ladi. Namoyishchilardan biri Anadolu agentligiga o'zlarining Uyg'urlarning vaziyatiga diqqat qilib kelayotganligini, Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligini aytdi. Yana bir namoyishchi bo'lsa, Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchilikni endi yoshirish imkoniyati qolmaganligini, dunyoning buning uchun harakatga o'tishi kerakligini aytdi. İgilənişçə, Moskvada Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Tashqi ishlar ministrlari kengashi yig'iniga qatnashayotgan Hindiston va Xitoy tashqi ishlar ministrlari ikki davlat orasidagi chegara to'qinishi haqida ko'rishgan. Ikki ministr askarlarini chegara rayondan chekindirishga, muvofiq orliqni saqlab, daliqdagi jiddiychilikni azaytishga qo'shilgan. Xabar qilinishicha, Hindiston tashqi ishlar ministri va Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining birlashma bayonotida chegara rayondagi navbatdagi vaziyatning ikki tarafning manfaatiga mos kelmaydiganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Xabarlarga qaraganda, ministrlar bayonotida ikki tarafning davomli suhbatlashib, tezdan chekinib chiqib, muvofiq orliqni saqlab, jiddiychilikni pasaytirishi kerakligiga qo'shilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Arab Birleşme Xalifaligidan keyin Paris qo'ltig'idagi yana bir davlat Bəhrəyinin İsrailiya bo'lgan munosabatni normallashtirish to'g'risida kelishim hosil qilganligini e'lon qildi. Trump rasmiy Twitter hisobida mundaq dedi: "Bugun yana bir muhim tarixiy bosish. Bizning ikki ulug' do'stimiz Isroiliya va Bahrayn tinchlik kelishimi hosil qildi." Bahraynning oldingi oyda Isroiliya bilan tinchlik kelishimi tuzab, ikkinchi arab davlati ekanligini ta'kidlagan Trump yana Amerika, Bahrayn va Isroiliyaning bu kelishimga munosabatlik birlashma bayonotini ham bahrladi. Bahrayn podshohi Hamad bin Isa al-Xalifa, Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu va Trumpning ko'rishganligi tilga ilingan bayonotda Isroiliya bilan Bahraynning to'liq diplomatik munosabat o'rnatishga qo'shilganligi bayon qilingan. İsrailiya bilan Bəhrəyin münasibətni normallaşdırışqa qoşulğandan keyin Falastin bununla narazılıq bildirib Bəhrəyindəki baş elçisini qaytarıb gəldi.